Salom do'stlar, men xullas Sezarman. Sizlar bilan Sezar bugungi kunda xullas biza hozir o'zimizga uy qurishimiz kerak bo'ladi. Jonlida birinchi kuchayib olamiz, keyin esa uy quramiz va bugun biza o'yinni boshladik. Qani, menimcha qishloqda tirilgandaga o'xshayapmiz. Qishloqda tirilibmiz bizlar. Qanday omad. Omadli joy bu yer, bilasiz. Bu yer katta zona. Bu yerda ikkita kompotning uyi bo'ladi, taxminan adashmasam. Birinchi kompotning uyiga kirib ko'ramizki, nimalar bor ekan. Izmurud, almas debman, temir kirka va biz nezirga ketamiz degan umiddaman. Hala ikinchi kompotning uyini ko'ryapman. Bu yerda kimni bilan ko'rmayman. To'xtanglar. Bizga ovqat ham kerak bo'ladi albatta. Sabzi ham kerak albatta. O'tolmadim. Ketdik yana. Sabzim bilan. Kompotning uyida nimalar bor ekan keyin ko'rib olamiz. Jittilarni o'zi ekishyapti, manglar. Ekishgan. Bo'ldi, ekinglar, men ketdim. Bu yerdan ancha ko'p sabzi oldik. Kompotning uyiga ham keldik do'stlar, albatta. Obunachilar. Bizga shu ovqat yetadi degan umiddamiz. Yana bitta avval. Yana non chiqdi. Non. Yana nimalar kerak bo'lmaydi. Albatta tosh qazishimiz kerak degan. Birdan ko'mir chiqdi-ku. Hech bola yo'q ekan bu yo'g'iga. Pastga keyin tushamiz. Nezirga ham borish imkoniyatimiz bor. Uning uchun bu narsani qo'llab olaylik do'stlar. Bu narsadan biza zajgalka yasak bo'ladi. Yondiradigan narsa deyiladi. Nimadir u chiqmayapti. G'ornikdagi. Bo'ldi. Chiqdi, biza ketdik. Bo'ldi, ketaveramiz. Bizga tosh ozgina olaylik, keyin ketamiz. Albatta nezirga borilamiz degan umiddaman. Menimcha shu yetsa kerak degan umiddaman. Bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi. Bizga karvat kerak. Esimdan chiqib ketdi la'nati. Bo'ldi. Bitta jonimiz tayyor. Pak.
To'pimiz ham tayyor bo'ldi. Yana bittagina qo'y topsak yaxshi bo'lardi dedi. Qo'y kerak endi, yana bittagina topishimiz kerak biza uni. Topalamiz degan umiddaman. Qo'y yo'qmi deyman menimcha. Adashmasam qo'y topildi. Bo'ldi. Bizga ham narsa yetadi. Ovqat yeb olaylik. Va biz keyin tekisroq joydan uy qurishimiz kerak bo'ladi albatta. Mana jargalka ham yasab bo'ldi. 48 ta yetadi degan umiddaman. Mana u yerdan yasasak biza kerak albatta. Bo'ldi. Lo kerak bo'ldi. Bak. Yelanadi. Mana. Endi u yoqdan. Biz yasadik. Mana yasadik bizlar. Birinchi kuchayib olish kerak qaytadan. Yo'q. Qilich qani? Qilich yo'qmi? Temir qilich mana ekan. Kechorin ham bo'lib oldi. Biza birinchi uxlaymiz mana. Birinchi uxlab olishimiz kerak adashmasam. Uxlab olamiz albatta. Uxla. Poq. Biza uxlab oldik. Ya, vatir bo'lmadi mana. Yomon joyda tirilmadik. Hozir tushib ketsam nima bo'ladi ya? Nezirga bekor keldimmi deb o'ylab qoldim. Qal'a topalamizmi degan umiddaman. Yo'q, topolmaymiz. Qal'a topolmasa kerak, o'zi vaqtimiz ham kam qolyapti. Mayli, ketdik, uy quramiz mumkin. Uy qurishimiz kerak albatta shu joydan. Qanaqa uy qursak bo'ladi? Bu joydan ketamiz. Bo'ldi. Biz ana u yerdan uy quramiz. Paq deydi. Bolta yasamabman. Boltadan olib chiqishim kerak bo'ladi. Ketdik. Daraxtlar bizga ko'p kerak bo'lar ekan. Hozir men bilib qoldim.
Bo'ldi, ketdik. Biz albatta kelib bo'ldik. Shu bilan bitta, 2, 3, 4, 5 ta 7 ta sherdan qursak bo'lsa kerak. Yetadi. Tutamasa bo'lagan. Voy yana. 5, 6, 7 ta mana o'rin. Toshni joyini topbiz. Bo'ldi. Tek точно dedi-ku. Bo'ldi. Yetadi. Yetadi albatta. Vaqtimiz juda ham kam ekan. Tezroq. Lapata. Albatta do'stlar, buzib yasab olay keyin. Biz yasab bo'lyapmiz. Stop qilib. Biz yasab bo'lyapmiz albatta. Mana qurib tashlaymiz do'stlar. Mana yasab bo'lyapmiz. Ozgina qoldi do'stlar. Vaqtimiz kamligi uchun stop qilib turyapman. Mashina quryapmiz do'stlar. Asta shuning uchun stop qilib turyapman. Vaqtimiz juda ham kamda. Vaqtni tejashimiz kerak. Quyosh ham botyapti. Nima qilsak bo'ladi? Hali ovqat ham yeyishimiz kerak. Stop qilib turaman do'stlar. Stop bo'lmayapti-ku. Stop. Bizga qo'y kerak ekan, yana o'ldiryapmiz. To'xtab turinglar. Do'stlar, uyimiz tayyor bo'lyapti. Virusdagi yasadik, endi oynalar pishishini kutyapmiz. Va oynalar yasadik, endi qo'yib chiqamiz. Vaqtimiz kamligi uchun o'zim hamma narsani jonli qilib quryapman. Vaqtimiz juda ham kam. Shunga stop qilib turyapman. Shunga bo'lsalaring. Do'stlar, uyimizga like bilan obunani bosib qo'yasizlar. Biz uy yasadik. Mana qarang, qanday shinam va chiroyli. Derazalarni ham bo'ldi albatta. Mana do'stlar, bu yerlarga qarang. Like bilan obuna shuncha qurganimiz uchun mana. Stop qilib qo'ydim chunki vaqtimiz kam. Agar vaqt 15 minutdan oshsa chiqarib bo'lmasdi-da shunga. Sizlarni ko'rsatdim. Ko'rdingiz do'stlar, biz uy yasadik va sizlar bilan Sezir bo'ldi va hammaga xayr do'stlar. Va sizlar bilan Sezir bo'ldi, hammaga xayr. Uyimizga uy yasaganim uchun birdan like bilan obuna tugmasini bosib qo'ying. Shuncha qiynalib yasadik. Va hammaga xayr. Kanalda Sezir bo'ldi. Sizlar bilan Sezir.